Evet. Hop, bugun bizga bir benzopila keldi. Uni zavodning port etganda mahsulotni aylantirib bermayapti va biz zavodnikni yechib olamiz. Va zavodnikda o'rtasidagi shurupni yechib, ichidan prujinani chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Buning ichida ikkita katta prujina va bitta ingichka prujina bo'ladi. Va mana shu katta prujina sinib ketgan bo'ladi. Va mana shunaqa yangi prujinani, ikkinchi ilmog'ini bunga ichiga tiqib joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Singan prujinani tashlaymiz va yangi prujinani joyiga joylashtiramiz. O'sha oq plastmassani joyida ilmoq kiradigan joyi bor. Va buni joylashtirib olganimizdan keyin chetlarini urib tekislar joylashtirib olamiz va ustidagi tishini o'ziga qotiramiz. Va shurupni joyiga qotirib olganimizdan keyin savatnikni benzopilaga qaytadan qotiramiz. Qarabsizki, benzopila yana qo'yiladiga tayyor. Bu shoh kadrda.